حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadis 6-cı dərs. Əmsə vaxtaşlar bugünkü dərsdə diqqət qilishga tegishli muhim grammatik nöqtalar oldingi darsdagi mudaf mudafin ilaydan iborat grammatik nöqtadan boshqa birisi jumladagi ayollik shakldagi ismlarga qilinadigan muomala. Masalan, mayli ko'rsatish almashlari yoki kishilik almashlari bo'lsin, ayollik ismlar bilan erlik ismlarninki farqlanib tuziladigan jumla shakllari. İkincisi, biz oldingi darsda oldi qo'shilg'uchilardan min, fi, ala, ila qatorliqni o'rgangan. Yani bugungi darsda li degan oldi qo'shimchani qo'shib o'rganamiz. Li deganimiz uchun ning degan ma'noda. Endi arab tilidagi so'zlar mayli ko'rsatish almashlari bo'lsin, mayli kishilik almashlar bo'lsin, mayli fe'l yoki sifatlar bo'lsin, erlik, ayollik deb ayrim muomala qilinadi. Masalan, biz oldingi darslarda yaqinda ko'rsatish almashlariga erlikka hada, ayollikka hadihi, yiroqni ko'rsatish almashiga erlikka zaka, ayollikka tilka deganni farqlantirgan. Endi kishilik almashga kelsakmi, kishilik almashlar birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs deb ayrilgandan sirt har bir shaxs erlik va ayollik deb ayrildi. Masalan, uchinchi shaxs huwa erlik birlik, ya'ni u degan ma'noda. Huma erlik ikkilik, u ikkilan degan ma'noda. Hum erlik ko'plik, ya'ni ular degan ma'noda. Hiya ya'ni uchinchi shaxs ayollik birlik, u degan ma'noda. Huma erlik ayollik ikkilik, u ikkilan degan ma'noda. Ya'ni erlik bilan ayollik o'xshash chiqib qoladi. Hunna uchinchi shaxs ayollik ko'plik, ular degan ma'noda. Endi ikkinchi shaxsga kelsak, anta erlik birlik, antuma erlik ikkilik, ya'ni sizlar ikkinglar degan. Antum erlik ko'plik, ya'ni sizlar. Anti ayollik birlik, ya'ni siz. Antuma ayollik ikkilik, ya'ni sizlar ikkinglar. Antunna ayollik ko'plik, ya'ni sizlar. Ana nahnu man biz degan birinchi shaxs ayrilmaydi, qolganlar ayriladi. Mushu bo'yicha kishilik almashlarni farqlantiramiz. Endi sifatlarni cho'disa, ko'p hollarda sifatlarning erlik ayollik shakli oxiriga ta qo'shilmaslik bilan ham ayrildi. Odatdagi so'zlarni shunday deb tushuntirgan-ku, so'zning ustida ta gap qolsa ayollik deb muomala qilinadi, ta kamay qolib qolsa ayollik erlik deb muomala qilinadi. Ammo sifatlarni o'zimiz tani avtib turib erlikka, tani qo'shib turib ayollik ishlatamiz. Masalan, talibun o'quvchi. Agar buni qizga ishlatmoqchi bo'lsak, talibatun ya'ni qiz o'quvchi. Tabibun doktor. Ayol doktor ishlatmoqchi bo'lsak, tabibatun ayol doktor. Mudarrisun o'qituvchi. Ayol o'qituvchi ishlatmoqchi bo'lsak, mudarrisatun deganga o'xshash ishlatsak bo'ladi. Bugungi darsda muhimroq gavdalandigini shu mudofin ilay bilan shu ayollik shakldagi sifat, kishilik almash, ko'rsatish almashlarning ishlatilinishi. Endi deb qo'yishga tegishli muhimroq gapdan birisi, biz oldingi darslarda boya degandek ismning sirtida
ta'ning kelgan kamigiga qarab uning erlik ayolligini ayray olamiz. Ammo bir qism ismlar bor, bu cheksiz emas, sanoqliq. Bir necha ismlar bor. Bu ismlarning shaklida garchi ayollik belgilari bo'lmasa-mu, ama bu ismlar ayollik hisob. Mush ismlarni, ama buning muqim o'lchimi yo'q. Azaldan shunday qo'llanib kelgan. Mush ismlar bir necha ismini tutib olsak, qolgan ismlar erlik ayollikka shu shakl jihatdagi ta'ning qo'shilish, qo'shilmaslik qarab farqlanadi, ha. Oldi bilan darsimizdagi so'zliklarni o'qib, tarjima qilayotgandan keyin tekst kelaydi. Al-kalimatul jadida. Al-mikwatu. Ad-darrajatu. Al-mil'aqatu. Al-qidru. Al-baqaratu. Al-fallahu. Al-anfu. Al-famu. Al-uzunu. اليد الرجل الشاي الأم الثلاجة القهوة سريع النافذة جدا. Ama sözlerin tarkibideki içdeki ahırda küçük tava sözlerini bayatdan sizlarga yangi o'qishlik bo'lg'achqa to'liq o'qib berdim, ammo normal talaffuzda ta to'xtagan vaqtda yiga o'zgartirib to'xtaymiz. Agar qo'shib o'qigan vaqtda ta'ni aniq talaffuz qilamiz. Masalan, al-qari'atu mal-qari'ah degandek. Men bayatdan sizlarga qo'shib o'qigan shaklda ta'ni aniq talaffuz qilib berdim. Agar mushu so'zlar so'zning oxirida bo'lib qolib, jumlaning to'xtash to'g'ri kelib qolsa, bundaq o'qiymiz. Al-mikwah, ad-darrajah, al-mil'aqah, al-baqarah, الثلاجة القهوة النافذة ديگندك شكلlarda. ترجمة المكواد دزمال، الدراجة والسبت، الملعقة قشوق، القدر قزان، البقرة كلا، الفلاح دهقان، الأنف برن، الفم إغز، الأذن قلاق، اليد قل، الرجل بط، الشاي شاي، الأم أبا يعني أنا، الثلاجة تونلاتقو، القهوة قهوة سريع تزفتا، النافذة دريزة جدا بك نهايتي degan ma'noda. Amsa arkadaşlar yangi so'zlarni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin nima kelamiz, dialogga, tekstga. Tekstlarni avval sizlarga o'lchamli bir o'qib bergandan keyin tarjimasini va tahlilini shu vaqtda qilaylik. Hada ibn Hamid va hadhihi bintu Yasir. Ibn Hamid jalisun wa bintu Yasir waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu al-muhandis. أهي أيضا مهندسة؟ لا، هي طبيبة. سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. ما هذه؟ هذه مكواة. لمن هذه؟ هذه لخالد. أدراجة أنس هذه؟ لا، هذه دراجة عمار. هذه جديدة، ودراجة أنس قديمة. هذه ساعة علي، هي جميلة جدا. هذه ملعقة وهذه قدر. الملعقة في القدر. هذه بقرة الفلاح. هذا أنف وهذا فم. هذه أذن وهذه عين. هذه يد وهذه رجل. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. Bu Hamidning o'g'li, bu bo'lsa Yasirning qizi. Yani mush jumlada diqqat qilish tegishli nuqta Ibn Muzab, Hamidin Muzab bilan. Shuningcha Hamidin zar o'qiladi, ha. Undan keyin yana birisi Ibnudagi Hamza oldidagi hazaga qo'shilib talaffuz qilinmay, haza bevosita Ibnudagi baga qo'shiladi. Masalan, hazabnudi. Bu nuqtani biz oldingi darsda azroq so'zlab o'tgan. Ondan keyin bintu qiz bo'lg'achqa buningga ishlatilgan ko'rsatish almash, ya'ni ism ishorat hazihi ishlatiladi.
İbn Hamidin jalisun ve bintu Yasir'in vaqifetun. Hamidning o'g'li o'ltirib Yasirning qizi bo'lsa o'ri turibdi. Buningga o'xshashlar mudaf mudafin ilayni Hamidin mudafillay Yasirin mudafillay. Oldidagi ibnu bintu deganlar muzab. Ondan keyin ibnu erlik o'g'achqa jalisun deb sifatning erlik shaklida keldi. Agar ibnuning o'rniga ibnatu kelgan bo'lsa, bintu kelgan bo'lsa, jalisun jalisatun o'qilgan bo'ladi. Ondan keyin bintu Yasirdagi bintu qiz o'g'achqa vaqifun kelmasdan vaqifatun deb ta'vilan birlikatadi, ha. Men hazihi bu kim? Hazihi uxtul muhandisi. Bu injenerning singlisi. O'xshashlar hazihi ishlatiladi. Uxtu mudaf al muhandisi muzaf ilayhi hisoblanadi. Muhandis zir o'qilyapti. Hazihi aydan muhandisa, umu injenermi? Bu o'rindami? Huvaning o'rniga hiya ishlatiladi, ha. La hiya tabiba. Yo'q, u doktor. Ayollik bo'lg'achqa hiya tabibning o'rniga tabiba ishlatiladi. Sayyaratu man hazihi. Bu kimning mashinasi? Hazihi sayyaratul mudir. Bu mudirning mashinasi. O'xshashlar sayyara ayollik bo'lg'achqa ko'rsatish olmash ayollik shaklda kelyapti, ha. Ma hazihi. Bu nima? Hazihi mikwat. Bu dazmol. Liman hazihi? Hazihi li Khalidin. Bu kimning? Bu Khalidning. Anmarunda li Khalidindagi lam biz oldingi darsda o'tgan 4 dona oldi qo'shiluvchining bir hamroyi. Bu o'xshashlar ismlarning oldida kelib ismning oxirini zarqtidi. Ning uchun degandek tarjima qilinadi, ha. Adarrajatu Anasin hazihi. Bu Anasning velosipedimi? Daraja mudaf Anasin mudaf ilay. Anasin zarqildi. Daraja ayollik o'g'achqa hazihimi ayollik shaklda keltirildi. La hazihi darajatu Ammar. Yo'q, bu Ammarning velosipedi. Hazihi jadida. Bu yangi. Darajatu Anasin qadima. Anasning velosipedi bo'lsa kona. Bu o'rinlarda o'xshashlar ayollik shaklda bo'lg'achqa jadid akamasini jadidatun. Qadim akamasini qadimatun ishlatiladi, ha. Hazihi sa'atu Aliyin. Bu Alining soati. O'xshashlar sa'a muzaf aliyin muzaf ilay. Hiya jamilatun jiddan. O pek chiroyli. Jamila sa'a ayollik o'g'achqa jamilatun ayollik shaklda kelyapti. Ham kishilik almashini hiya o'xshashlar ayollik shaklda kelyapti. Hazihi mil'aqatun va hazihi qidrun. Bu qushuq, bu bo'lsa qozon. Al mil'aqatu fil qidri. Qushuq bo'lsa qozonning ichida. Ammo o'rindagi mil'aqa iniqlar ustida tavogan ayollik shakldagi ism. Hamda qidri garchi ustida tavommusimi, ammo ayollik shaklda muomala qilinadigan ismning birisi. Mana ism tutib olsak bo'ladi, ha. Hazihi baqaratul fallah. Bu dehqonning kalisi. Yuqoridagi jumlalar bilan o'xshash tahlili. Haza anfun va haza famun. Bu burun, bu bo'lsa eg'iz. Hazihi uzunun va hazihi aynun. Bu bo'lsa quloq, bu bo'lsa ko'z. Al-ma'rundagi uzunun bilan aynunmi yuqoridagidek ustida ta bo'lmasimi, ammo ayollik shaklda muomala qilinadigan ismlarning biri, ha. Buni ismini tutib olaylik. Hazihi yadun va hazihi rijlun. Bu bo'lsa qo'l, bu bo'lsa put. O'xshashlar yad va rijlimi shakl jihatda ayollikning belgisi bo'lmasmi, ammo ayollik shaklda muomala qilinadigan ismlar. Iqra vaktub. Imtihondagilarni o'qib yezing. Ham yozish o'zingizlarning ustidagi vazifa. Biz hozir boshdan bir o'qib chiqaylik. Iqra vaktub. O'qing va yozing. Haza masjidun va hadihi madrasatun. Man hadihi? Hadihi ukhtu Abbas. Hada dikun va hadihi dajajatun. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. هذه أم ياسر. أين قدر اللحم؟ هي في الثلاجة. هذا باب وهذه نافذة. Arkadaşlar, şu cümlelerini qayt o'qib, cümlelardagi erlik, ayollik, maslish ahvollarini obdan tahlil qilib olinglar. Ko'nikma. İkinci ko'nikma. Ma haza. Antunda nurg'un bizga suratlarni beribdi. Biz
ma hada. Agar mushunchadagi kallamizda erlik deb qaraganlarga ma hada, bu nima deb savol qo'yamiz. Ayollik deb qaragaanlarimizga ma hadihi deb savol qo'yamiz. Shunda deb bo'lgandan keyin javob beramiz. Masalan, birinchi surat qalama, albatta qalam erlik. Undaganda ma hada javobi hada qalam. Ikkinchi surat qo'shuq, mil'aqatun. Buni tavog'achqa ayollik deb qaraldi. Shundami? Buning albatta savol qanday qo'yiladi? Ma hadihi? Hadihi mil'aqatun. Mush asosda barliq suratlarga o'zingizga savol qo'yib javob berib chiqing. Uchinchi mashq iqro'il misal va kawwin jumlan ala g'irarihi. Misolni o'qib, shu bo'yicha jumla tuzing. Masalan, birinchi bizga berilgan misol Muhammadun talibatun, Aminatu talibatun. Muhammadun talibun, Aminatu talibatun. Ammo shu o'rinda bizni talab qilmoqchi bo'lgani birinchi jumladagi erlik sifatlarni ikkinchi jumlada ayollik shaklda keltirib demoqchi. Masalan, ikkinchi misolni ko'rsak, Hamidun tabibun. Unda Fatima doktor deyish uchun cho'qim tabibun nimaga o'zgarish kerak? Tabibatun o'zgarish kerak. Shu bo'yicha qolgan shakllarning hammani o'zimiz ishlasak bo'ladi. To'rtinchi mashq. Sahih al-jumal al-atiya. Tuandagi jumlalarni to'g'rilang. Grammatik jihatdagi xatolik bo'lib qolsa to'g'rilang. Agar xato bo'lsa, o'z beti qilyapsiz. Masalan, birinchi jumlani qarab boqaylik. Haqibatu man hada. Tarjimasi bu kimning so'mkisi? Mushal grammatikali xatolik nima? Albatta haqiba erlik bo'lgan, ayollik bo'lg'achqa buning ishlatiladigan kurashchi almashtirma albatta ayollik bo'lishi kerak. Ammo bu yerda haza keltiribdi. Dal haza keltirganlik xatolik, buning to'g'risi hazihi. Qolgan jumla shakllarini o'zimiz bir kuzatib chiqaylik. 5-chi mashq tuandagi so'zlarning oxirini qoidaga solish orqali o'qib yozib chiqing deyotdi. Masalan, demakchi, boyatdan men azroq qoida so'zladim, ya'ni oldiga lam kelib qolgan ism boshqa oldi qo'shiluvchi harflarning qatorida lammo bu ismlarni zir qila oladi va mas holda ma'nosi o'zgartiradi. Shundami? Endi mushu bo'yicha o'qib boqaylik. Haza li Muhammadin va zalika li Hamidin. Liman hadhihi? Hadhihi li Yasirin. Alhamdulillahi. Lillahi al-mashriq wal-maghrib. Yuqoridagilarning hammasida lam keyinidagi ismni zir qildi. Ammo o'quvchilar so'rab qolgan bir savol bo'lsa-mu, liman hazihida nima uchun men zir qilmabdi desa, bu savolni oldingi bir darsda takrorlanib o'tgan. Arab tilidagi bir qism ismlar mabni, bir qism ismlar mu'rab deb ataladi. Mu'rab deganimiz uning zavar zir pash o'qilganligi aniq qismlar. Mabni deganimiz qatqa ism bo'lib, uning zavar zir o'qilganligini bilgilolmaydi. Dal men mabni ismlarning qatorida. Shuni buning oldiga mayli buni zir qiladigan omillar kirsin, pash qiladigan omillar kirsin, zavar qiladigan omillar kirsin, buning shakliga ta'sir ko'rsatmaydi.